Navbatdagi videomiz misollar yechishga qaratilgan bo'ladi. Misollar yechamiz. Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral mavzusida. Demak, boshladik. Xo'sh, boshlang'ich demak berilgan funksiyalarning boshlang'ich funksiyasini toping degan shart qo'yilgan ekan. Biz hozir boshlang'ich funksiyasini topamiz. Demak, agar 2 bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich funksiyasi 2x bo'ladi. Bizga aniqmas integralini so'ramagan, shu uchun biz plus konstanta deyishimiz shart emas bu yerda. Shunchaki 2x deb yozib qo'ysak bo'ldi. Qisqa qilib aytganda, agar funksiya o'zgarmas son bo'ladigan bo'lsa, fx konstanta bo'ladigan bo'lsa, uni boshlang'ich funksiyasi konstanta ko'paytirilgan x bo'ladi. Masalan, bu yerda ikkinchi misolda fx teng 103x bo'ladi. Hosil olganda x qisqarib ketadidan o'sha x hosilasi 1 ga teng 103 da o'z qilib ketadi. Bu yerda esa boshlang'ich funksiyamiz -1024 ko'paytirilgan x bo'ladi. Va hokazo mana shu holatda ketaveramiz. Xo'sh, ana endi x hosilasi nima bo'ladi? Mana integral boshlang'ich funksiyasi. X birinchisi bo'lganda nima qildik biz? Boya integral bo'lganda dx x ni darajasida turgan songa 1 da qo'sh ekanmiz va hosil bo'lgan sonni mahrajga yoz ekanmiz. Shuni eslatgan bo'lsak, x da boshlang'ich funksiyasi x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. X kvadrati taqsim 2 bo'ladi bu yerda konstanta. Xo'p, biz boshlang'ich funksiyasini topyapmiz. Boshlang'ich funksiyasiga ko'ra mana 2 turadi o'zi. X kvadrat taqsim 2 bo'ladi. 1 da boshlang'ichi x bo'ladi. 2 la qisqaradigan bo'lsa, x kvadrati plus x. Agar tekshirib ko'rmoqchi bo'layotgan bo'lsak, o'sha x kvadrat hosil bo'lgan funksiyadan hosil olib ko'rsak, bizga mana shu berilgan funksiya chiqishi kerak. 2x plus 1 chiqishi kerak. Xuddi ilgari tenglamalarni yechib, tenglama ildizini topib, tekshirish bosqichida tekshirib ko'rganimizdek, buni ham tekshirib ko'rsak bo'ladi. Xo'sh, bunda boshlang'ich funksiya 4, xo'sh, x kvadrat taqsim 2 ko'paytirib bor plus 3x. 4 bilan 2 qisqarsa 2x kvadrat plus 3x bo'lar ekan. Bunda 6-misolda fx barobar -2 x kvadratga x kvadrat taqsim 2 plus 3 niki 3x bo'ladi. -2 bilan 2 qisqarib ketsa -x kvadrat plus 3x. Bunaqa ko'rinishda ham misollarni qolganini bittalab ishlab o'tirmaymiz. 11-misolga o'tamiz. Boshlang'ich funksiyasi demak x kvadratniki x ni mana darajasida turgan 2 ga 1 da qo'shamiz. O'sha sonni mahrajga yozamiz. 3 niki 3x. X ni kubi taqsim 3 plus 3x bo'lar ekan. Xo'p, 3x kvadratni boshlang'ich funksiyasi fx barobar katta fx barobar 3 x kvadratga x kub taqsim 3 hozirgina ko'rdik yuqorida plus 2 x niki x kvadrat taqsim 2. Yuqorida ko'rdik buni ham. 3 bilan 3 qisqarsa, 2 bilan 2 qisqarsa x ni kubi plus x ni kvadrati bo'ladi. Kelinglar yana tekshirib ko'ramiz. X kubi plus x kvadrat natijaga erishdik. Agar shuni hosilasini oladigan bo'lsak, 3x kvadrat plus 2x bo'ladi. Demak, javobimiz to'g'ri ekan. Davom etamiz. Xo'p, bu yerda ham boshlang'ich funksiya teng bo'ladi 1 taqsim 2 x kvadratniki x kubi taqsim 3 bo'lar ekan. 2 x kvadrat taqsim 2 bo'lar ekan. 3 niki 3x bo'lar ekan. X kubi taqsim 6
plus x kvadrati plus 3x. Mana boshlang'ich funksiyasini topdik. Xo'p. Mana 15 ga ishlasak, tashlab ishlaylik. fx barobar 5. X ni 4-siniga x ni mana 4 ga 1 da qo'shamiz darajada. O'sha 4 plus 1 ni mahrajga yozib qo'yamiz. 6 x kubini mana x ni 3 plus 1 xuddi o'sha sonni mahrajga yozamiz. 7 x nikini x kvadrat taqsim 2 ligini bilamiz. 1 da integrali yoki boshlang'ich funksiyasi x ligini bilamiz. Soddalashtiradigan bo'lsak, mana 5 bilan 5 qisqarib ketadi, x ni 5-inchisi qoladi. 6 bu 4 bo'lsa, 3 taqsim 2 bilan qisqarib, x ni 4-inchisi plus 7 bilan 2 qisqarmaydi, 7 taqsim 2 x kvadrati minus x bo'lar ekan. Mana shu bizada javob bo'ladi, boshlang'ich funksiya bo'ladi. Agar ildiz bo'lib qolsa-chi? Agar ildiz bo'lib qolsa, biz ildizni daraja ko'rinishida yoza olamiz. X ni 1 taqsim 2-inchisi deb. Bunda ham boshlang'ich funksiya o'sha qoida, darajali funksiyani boshlang'ich funksiyasi qoidasiga ko'ra olinadi. X ni 1 taqsim 2-inchisiga 1 da qo'shamiz darajasida. Xuddi o'sha 1 taqsim 2 qo'shilgan 1 ni mahrajga yozib qo'yamiz. X darajasida 3 taqsim 2 bo'ladi. Mahrajda ham 3 taqsim 2 bo'ladi. 2 suratga chiqib ketib, bu ildiz osti x kubi bo'ladi. Taqsim 3 bo'ladi. Yoki yozishimiz mumkin 2x ildiz ostida x taqsim 3 ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. Agar x ildiz ostida x bo'ladigan bo'lsa, x ko'paytirilgan x ni 1 taqsim 2-inchisi bu x ni 3 taqsim 2-inchisi bo'ladi. Endi boshlang'ich funksiya olayotgan paytimiz katta fx barobar x ni 3 taqsim 2 plus 1 darajasi xuddi o'sha 3 taqsim 2 plus 1 bo'ladi. Buni hisoblab qo'yasizlar. Oxirigacha davom ettirib. Bu yerda x ni 1 taqsim 3-inchisi plus x ni 1 taqsim 4-inchisi deb xuddi o'sha qoidaga asosan integrallaymiz. Xo'p, bularda ham xuddi shunaqa. Endi mana bu ham yuqoridagilardek bo'ladi. 20-siga o'tadigan bo'lsak, 1 taqsim x ni 1 taqsim 2-inchisi qo'shilgan 3 taqsim x ni 3 taqsim 4-inchisi. Bu birinchisi x da minus 1 taqsim 2-inchisi bo'ladi. Keyingisi 3 kara x ni minus 3 taqsim 4-inchisi bo'ladi. Bu yerda ham darajaga 1 qo'shib, o'sha hosil bo'lgan sonni mahrajga yozib integrallaymiz. Boshlang'ich funksiyasini topamiz. Ana endi buni ko'rinishini 2 kara 1 taqsim x deb yozib olamiz. Boshlang'ich funksiyasi 2 ko'paytirilgan 1 taqsim x niki natural logaritm modulda x bo'ladi. Bu yerda 3 ko'paytirilgan 1 taqsim x plus 2 ko'paytirilgan x ni minus 2-inchisi desak bo'ladi. Mana bu joyi demak darajali funksiyadan mana bu joyi va natural logaritm x bo'lib qoladi. Shunaqa ko'rinishda masalalar davom etyapti. 2 darajasi x niki boshlang'ich funksiyasi bu jadvalda bor. 2 darajasi x taqsim natural logaritm 2 bo'ladi. Bunda boshlang'ich funksiyasi 3 darajasi x taqsim natural logaritm x natural logaritm 3 ayrilgan 5 darajasi x taqsim natural logaritm 5. Xo'sh, mana shu ko'rinishda davom etadi. Buni boshlang'ich funksiyasi masalan 2 ko'paytirilgan y darajasi x boshlang'ich funksiyasi y darajasi x bo'ladi. 2 taqsim 3 7 darajasi x niki 7 darajasi x taqsim natural logaritm 7 bo'ladi. Bular ham daraja ko'rsatkichli funksiyalar va trigonometrik funksiyalar boshlanyapti.
Xo'p, boshlang'ich funksiyasini adashtirmaylik. Sinus bilan kosinus hosilasi bilan adashtirmaylik. Sinus hosilasi kosinus bo'lgani bilan boshlang'ich minus kosinus bo'ladi. 2 kosinus hosilasi minus sinus bo'lgani bilan boshlang'ich funksiyasi sinus x bo'ladi. Mana shuni yaxshilab eslab qolib adashtirmasligimiz kerak. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunaqa. Demak, 2 taqsim sinus kvadrati ustiga minus, demak 2 tangens x bo'ladi. Kosinusniki sinus bo'ladi. Katta fx barobar. Shu tarzda davom etaveramiz. Yangi ko'rinishdagi funksiya chiqmagunicha. Demak, yangi shart berilyapti. Funksiyani berilgan nuqtadan o'tuvchi boshlang'ich funksiyasini toping. Demak, katta fx barobar bu 4 ko'paytirilgan x kvadrat taqsim 2 plus 5x bo'ladigan bo'lsa, 2x kvadrati qo'shilgan 5x va qanaqadir son ham bo'ladiganmiz-ku. Shu sonlar ichidan 1 dan o'tadiganini topishimiz kerak. Ya'ni absissaga 1 qo'ygan paytimiz ordinatasi 7 chiqadigan konstantani tanlashimiz kerak. Demak, 2 ko'paytirilgan 1 kvadrat qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan konstanta teng bo'lishi kerak 7 ga. 2 kara 1 2, 5 7. Demak, konstanta bu yerda 0 bo'lishi kerak ekan. Shunaqa boshlang'ich funksiya konstantaga 0 qo'yib yoziladi. 2x kvadrat plus 5x. Demak, konstanta har doim har xil son chiqadi. O'sha sonni mana bu yerga qo'shib qo'yamiz. 0 ni qo'shish endi hech narsani o'zgartirmaganlik uchun yozmasa ham bo'ladi. Boshqa paytda yozamiz. Mana masalan ikkinchisi. Boshlang'ich funksiyamiz minus x ni kvadrati bo'ladi plus 3x bo'ladi. Hozir 0 qo'ygan paytimiz 4 chiqishi kerak. Konstanta. 0 qo'ygan paytimiz bu 0 bo'ladi, bu 0 bo'ladi. Bu konstanta bo'ladi 4. Demak, bu vaziyatimizda konstantamiz 4 chiqdi. Aynan o'sha boshlang'ich funksiya, mana shu m nuqtadan o'tadigan boshlang'ich funksiyamiz minus x kvadrati plus 3x plus 4 bo'lar ekan. Ya'ni hozir mana shu topgan boshlang'ich funksiyamizni hosilasi mana shu fx ga teng bo'ladi va undan tashqari mana shu berilgan m nuqtadan o'tadi. Ikkala talabga ham javob beryapti. Shuni topishimiz kerak edi. Xo'sh, 38 ham 39, 40, 41, 42, 43, 44 hammasi shunaqa misollar ekan. 45 boshlang'ich funksiyasini topib, o'sha nuqtadan o'tadigan demak, konstantani topib yozib qo'yamiz. Xo'p, 61 gacha shunaqa tipdagi masalalar ekan. Endi boshqa tipdagi masalaga o'tamiz. Aniq emas integralni hisoblang. Aniq emas integral shu boshlang'ich funksiyasini olib, yoniga konstanta qo'shib qo'yishimiz kerak. Minus 2x bo'ladi. Minus 2 niki minus 4 kara x niki x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demak, minus 2x minus 2x kvadrat plus konstanta deb qo'ysak bo'ldi. Xo'p, bu yerda x kvadratga x kub taqsim 3 plus 3x ga 3x kvadrat taqsim 2 plus 4 ga 4x va boshlang'ich funksiyasini topib bo'ldik. Oxiriga plus konstanta deb yozib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerda ko'paytma qavslarni ochib olishimiz kerak. Integral belgisi 2x plus x 3x bo'lar ekan. Mana bu 2x, mana bu x bo'lyapti. Xo'sh, minus 2 bu minus x kvadrat. Minus x kvadrat. Qavsga olamiz dx. Endi hosilat boshlang'ich funksiyasini olaveramiz. 3x ga 3 kara x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Minus 2x bo'ladi. Minus x kubi taqsim 3 bo'ladi plus konstanta.
xohlasak darajasini yuqoridan pastga qarab boradigan tartibga yozib qo'yamiz. X kub taqsim 3 minus 3x kvadrat taqsim 2 minus 2x. Mana bu plyus edi. Plyus konstant qilib qo'yamiz. Shu bilan misol yechilgan hisoblanadi. Qolgan misollarda ham xuddi shu tarzda ishlaymiz. Mana bu yerda ildizlarni daraja ko'rinishga o'tkazib olamiz hammasini. Xo'sh, bu yerda nima qilamiz? 71 yangi ko'rinishda ekan, nisbat bo'lsa nima qilamiz? Integral x kvadrat taqsim x minus 1 taqsim x ko'rinishda kasrni uzib yozib olamiz. Xo'sh, integral x kvadrat taqsim x bo'ladi, minus 1 taqsim x bo'ladi. dx. Buni alohida yoza olamiz. Integral x dx minus integral 1 taqsim x demak dx. X ni integral x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Har bittasiga alohida konstanta qo'shib o'tirishimiz shart emas. Bitta oxirida konstanta qo'shib qo'ysak yetadi. Natural logaritm x bo'ladi. Buniki plus konstanta qilib bitta qo'shib qo'ysak bo'ladi. Qolganlarida ham shu kasrni uzib yozasizlar. Mana bu yerda x kvadrat minus 5x plus 4 ni x minus 1 ga bo'lib olib ishlaysizlar. Bu yerda 6x kvadrat minus 3x minus 5x plus 1 ni 3x minus 1 ga bo'lib ishlaysizlar. Bo'linadigan qilib beradi o'zi atayinab. Qolganlarda ham xuddi shunaqa. Xo'sh. Mana masalan, mana bu yerda 4 ni integral belgisidan tashqariga chiqarib olsak bo'ladi. Sinus x dx. 4 niki 4 oldinda o'zi turibdi, ko'paytirilma. Bu sinusniki minus kosinus bo'lgani uchun minus 4 kosinus x bo'ladi. Plus konstanta bo'ladi. Xo'sh, yana qaysi misollarni ko'rsak bo'ladi? Mana shu tarzda demak davom etar ekanmiz. Xullas, misollar shu ko'rinishda yechiladi. Agar biron bir savollar bo'ladigan bo'lsa, savol beramiz, so'raymiz.